Obunachilar mana. Ikkinchi partiyaga ham haqiqiy oq yuz tozalaridan obunachilar ikimiz bo'y 80 ga yaqin uryapti. Xudo xolasa 75 plus minus olaverasizlar. Minus yo'q, plus olish yo'q. Xudo xolasa yaxshi narsa kelganda o'lgirib qolinglar obunachilar. Biz keyingi partiyaga o'tamiz. Xudo xolasa o'sha kashtan baqaman degan obunachilarga tarqatib qo'yasiz. Haqiqiy tozasidan bir yetib kelib qoldi 2 dona. Qarang jonivar quloqlarini. Stoykalarga ahamiyat bering obunachilar. Xudo xolasa mana seleksioner ekraningizni tarqatib qo'ying. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa mana shunaqa tozasini so'raganmidingiz? Qadrli obunachilar, xudo xolasa bugun videoni oxirigacha ko'rasiz. Haqiqiy zo'rlardan, tozalardan o'sha elita birinchi svetdagilar yetib kelibdi. Haqiqiy zot yo'nalishiga seleksioner ekraningizni tarqatib qo'yamiz. Nurmuhammad Xormang. Tomonlarga obunachilar, sizomsiz zabaraga kelib oldingizmi? Rahmat, xudoga shukr. Qo'ylarni o'ta go'zallaridan keldi bugun. Bir 5-6 partiya bor, videoni oxirigacha ko'rishsa, 7,5 paxtada ekazagidan qo'yib beraman. Ekazagi ham bor. O'ta tozalaridan bor, 100 ga 100 arashallaridan. Zo'rlardan kelgan, bugunga katta partiya kelgan deysiz. Katta partiya, 5-6 partiya video. Xudo xolasa bugun videoni cho'zmaysiz, tas-taslab qo'yasiz, tez ishni bitiramiz ha. Yengil qo'yamiz, tez. Obunachilarni kuttirmaylik bo'lmasam. Obunachilar buni qo'ylarni qaranglar. Haqiqiy tozalaridan zo'rlardan yetib keldi. Bu dumbar azizlar qaranglar. Qapalaridan bu. Ha, bular hammasi so'limi Nurmuhammad? Bir dona qo'chqori bor. Ha, bir dona qo'chqor. Qo'chqorni mana oq yuz zo'ridan ekan mana. Qani ushlab ko'ringchi. Bu qarang jonivorni. Hozir oq yuzdidan. O'sha quloqlari ham uzun shalfan quloq bo'ladiganlardan ekan. Vobshe zo'rlardan. Obunachilar mana 3 dona urg'ochi, bitta qo'chqor bo'lyapti. Ya bu yerda soni. Xudo xolasa 3 ta urg'ochi, bitta qo'chqor. Nasllikka o'sha zot yo'nalishiga seleksiya qilishadi, buni olib. Obunachilar o'sha zot yo'nalishiga olaverasizlar buni. Dumbalari ham o'sha zo'r haqiqiy seleksiya qiladigan akalarimizni tavsiya qilamiz. Lekin qo'ylarda o'sha haqiqiy zo'rdan dumba razrezislarni hamma yo'q, o'sha kelishgan chiroyli narsalar ekan, bu qarang. Dumbalar ham katta, haqiqiy to'qliga o'tgan qo'ylar ekan bular mana. Chiroyli narsalar. Nurmuhammad, bularda yeb-ichlar yaxshi, hamma yo'q, zo'r. Ha, bir hafta sinab olishaveradi bemalol. Buni Nurmuhammad bitta ikkitasini bo'ylarini ham o'lchab qo'yaylik. Ha, bo'ldi mana qo'chqoridan boshlar. Qo'chqorni ham shunday kes, qo'y. Yo'l cho'zmanglar. Tas qo'yinglar. Chiqqaniga pulsini urasizlar obunachilar. Yerdan tepaga mana. Pashta o'zi 80 ga boryapti. Narigisini ushlang sog'lig'ini. Mana, qo'ychi. Bo'yini qarang. Qarang, yerdan mana tepaga. Bu ham 80 ga uryapti, xolasa. Bo'ylarni bo'yvasti yaxshi qo'ylar, xolasa. Qo'ylar zo'r hamma ekan. standart holatda. Chiroyli narsalar mana, qo'ylar qaranglar. Yurish-turishlari, yeb-ishlari yaxshi, xolasa. Bir hafta sinab olishaveradi. Bir hafta yeb-ichlarni sinab olavergansizlar obunachilar mana qo'ylarni. Ko'ringlar ko'z bilan. Vobshe zo'r narsa lekin. Tavsiya qilaman obunachilar, olib tashlab qo'yinglar. Nurmuhammad aka bularning narxini ayting. Dangal yo'lida qilib obunachilar kutirmaylik. Xudo xolasa hamma yo'g'ini ko'rsatib o'tdik. Qolgan ma'lumotlarni telefonga ham kelishilaveradi. Narxlari 5 milliondan ketaveradi. Toshkentgacha dastlab gapirini 5 million so'mdan? Qolgan davlat viloyatlarga ham bor kelishilgan holda. Kelishilgan holda, ha? Sal kamaytiring buni Nurmuhammad. Dangal sodalashmaylik, keling. Siz optimchi arzonchida kim aytadi bo'lmasam? Dangal gapiring. Mingni o'tib beraman, 4 million. Yo, dangal gapiring. 100 mingni. Cho'zmang, yo, undaqada to'g'ri kelmaydi. Yo, zaparaga to'g'ri kelaversa. Tush bol tez gapir dangal. 50 mingdan tushib beraman. Yo, undaqa bo'lmaydi. Dangal, mana 4 million 800 dan berishadi, dastlabkasini ichida qilib berasiz. Like-ni bosib tirtib, otangga rahmat. Like-ni bosishadi. Barbaraga. Obunachilar, mana bularni olib tashlab qo'ying. 4 million 800 ming so'mdan, lekin arziydi qo'ylar. Ko'zimdan ko'rib ham mazza qilarasizlar bu qo'ylarni. Haqiqiy zo'r. Qo'ylarni badani ham og'riq emas, hammasini ko'rib turibsiz-ku. Ha, o'zi badani 2026-yil 6-aprel, haftani dushanba kuni. Bu qaranglar, obunachilar, xudo xolasa haqiqiy yaxshilardan chiroyli narsalar, o'sha oyoq qo'li uzun bo'ladigan, o'sha nasllikka olaman degan obunachilarga tavsiya qilib qo'yaveramiz bularni. Ha, Nurmuhammad, Ha, zot yo'nalishiga baxshiyoradi. bularni o'sha qo'yim qarib qoldi. Yoshligida o'zim tarbiya qilaman degan hoji-akalarimizga yuraman degan hoji buvalarga. Xudo xolasa lakni bosib, qo'llab-quvvatlab tursalaring, zo'rlarni chiqarib beramiz sizlarga obunachilar. Mo qaranglar, tozalardan. Nurmuhammad, bu yerda nechta qo'chqor, nechta zo'li bo'lyapti endi yana? Bir dona qo'chqor.
4 Bu ham- dona urg'ochi. Bu ham seleksiyaga. Ha, bu ham 1 oyla bo'lib yuraveradi. Bir oilaga mana qo'chqorni ushlang-chi. Bu qaranglar, dumba razilizlari cho'tki narsaga. Bu yungilarni qarang. Quloq, bashara deysizlarmi? Bu qarang. Yungilar o'z tulaydi qandan ekan-a? O'zi tulaydigan variantida. Bu qaranglar, obunachilar. Oyoq qo'ylari ham shu kengliklari yaxshi ekan, qo'yaveradi. Quloqlari but-but. Bu qaranglar jonivorlarni. Haqiqiy chiroyli olib tashlab qo'ying. Turgan puldan foyda yo'q, obunachilar, buni tashlab qo'ying. Xudo xolasa, hademay mashla qo'yib qoladi. Avgust sentyabrda qo'shib qo'ysanlar bo'lardi. Pash to'qliq o'tib qolgan hisoblar ekan mana. Bunda qas hadeb ham kelavermaydi obunachilar. Shoshilib aloqa tez chiqaverasizlar mana. Soni 5 dona ekan buni. 5 dona. Bitta obunachilar qo'ylari. Nurmuhammad buni dangal kelishtirib gapiring, buni ko'p so'rashmaydi. Dangal tez olishadi. Zappar aka bunga 4,5 dan berishsin. Narigilar shuni 4 million 800 dan chiqdi. Ha. Bunga 4 milliondan berishadi. Mayda shunda Zappar aka qilmaymiz. to'g'ri kelmaydi unga. Barbar aka keling, qo'lni bering, videoni cho'zmaylik. Zappar aka 4,5 dan yaxshi-yu. 4 million 100 dan berishadi. Bo'ldimmi? Yo'q, siz ham obunachilar taraf bo'lyapsiz. Men obunachilar taraf bo'laman. 4 million 200 dan berishadi. Bir so'm qo'shmaydi. Jicha qo'shasiz unga. Men 100 ming tushib beraman yana. Barbar aka. 4 million 300 mingdan. 4 million 200 ming so'mdan Nurmuhammad. 300 mingdan Zappar aka. Yo Nurmuhammad 4 million bo'lsin, siz obunachilaringizga bo'lsin. 4 million 200 ming so'mdan bosishadi. Kommentariyani bomba qilishadi. 4 million Portlatib yuboradi kapitan. Zappar aka. Mana 4 million 200 ming so'mdan obunachilar mana bularni olib tashlab qo'ying. Lekin zo'r narsa. Ulgurib qoling obunachilar, xudo xolasa, yaxshi narsa kelganda like bosib tursalaring, sizlarga birinchi bo'lib yetib boradi. Obuna bo'lib qo'ysalaring, obunachilar, xudo xolasa, uzun bo'ladi ekan mana. Haqiqiy nasldor, chiroyli narsalar. Hop, endi 3-partiyaga o'tamiz, ha? Ha, 3-partiyaga. Hurmatli obunachilar, mana qaranglar. Bularda ham shu xudo xolasa yuzlari toza, chiroyli narsalar ekan. Ha, Nurmuhammad? Ha, bu ham Xudo xolasa go'zallari. hamma yo'g'i kelishgan, dumbasini birattasini osilgan yo'q. Hammasi chiroyli. Olib tashlab qo'ying obunachilar. Tavsiya qilaman mana shu qo'zlarga. Hammasi ham lekin narxi bilan tushyapti, zo'r narx bo'lyapti. Olib tashlab qo'ying. Hadeb ham kelavermaydi, ulgurib qoling. Bundaqa narsa. Nurmuhammad bu yerda nechta qo'chqor, nechta sog'liq bo'lyapti Bu endi? yerda 1 dona qo'chqor, 5 dona tovuq. Ha, 1 dona qo'chqor, qo'chqorni ushlangchi. Ha, qo'chqor mana o'zi ko'p kirashga shashib qo'ygan ekan. Nurmuhammad mana. Qo'chqor ham yuzlarni qarang. Haqiqiy toza, shalpan quloq. Dumbasini ko'rsatingchi, razirezini. Obunachilar mana buni olib tashlab qo'ying, dumba razirezini ko'ring. Haqiqiy cho'tki narsa mana. Hadeb ham kelolmaydi. Qo'yavering bo'ldi. Mana. Chiroyli narsa. Nurmuhammad bularda to'g'risi cho'zmaylik. Narxini dangal gapiring. Oladigan odamni kutirmaylik, to'g'risi-da. Qo'ylaringiz hammaga yoqdi, chiroyli. Bitta obunachini qo'ylari kerak bo'lsa, hammasini bitta tortishadi, xudo xolasa. Bir yerga olishadi. Hammasini yerga olibda Zappar aka. 4 million 200 mingdan berishsin. Bunga ham Ha, ikkinchi partiyadan partiyaga tushmaydimi sizlarda? Bo'ldi, 100 mingdan kam berishsin. 4 million 100 ming so'm. 3 million 800 dan berishadi. Yo'q, Zappar aka to'g'ri kelmaydi o'zimizga ham. 3 million 900 dan berishadi. Mana bizni xaridorlar lekin mard bo'ladi. Siz Bo'ldi, mardlik 4 milliondan qilolmayapsiz. ketaveradi. 4 milliondan emas, mardlik qiladi. Bizni xaridorlar mard. 4 million 3 million 900 dan. 4 milliondan olishmaydi Bo'ldi, lekin. like, kommentni bomba qilsa, Portlatib yuborishadi. 900 dan. Barbar aka. Barbar aka. Obunachilar olib tashlab qo'ying, lekin chiroyli narsalar. Tavsiya qilaman. Hammasi ham bir-biridan chiroyli chiqyapti. Xudo xolasa 3 million 900 ming so'mdan lekin yaxshi narsalar. Bitta qo'chqor 5 dona urg'ochisi. Xudo xolasa yaxshi narsa kelganda ulgurib qolinglar obunachilar. Endi 4-partiyaga o'tamiz endi. Qapchiqinglar. Ko'rasiz. Haqiqiy simyulardan so'raganlarga tozalardan, zo'rlaridan ekan Nurmuhammad. O'ta tozalaridan. Xudo xolasa hamma rangdan ham bor ekan, lekin buni ichida siyta bor ekan. Dollar rang, tilla rang, toza simyun qora kashtallaridan ham bor. Hammasidan kelgan ekan mana. Bu rangni qaranglar. Haqiqiy chiroyli, tozasidan, zo'rlaridan ekan. Obunachilar olib tashlab qo'ying. Pul bo'lsa mana bularni tashlang lekin. Tavsiya qilaman. Xudo xolasa yuzlari ham chiroyli, hamma yo'g'i kelishgan ekan mana qo'zlarni qarang. Nurmuhammad bular qanaqa? Bu yerda 3 dona tovuq. Hop, ajratingchi ularni. Mana qo'yavering, qo'yavering.
Nurmuhammad, bular qanaqa endi? Bular qoralari. Qora 3 ta soliq. 3 ta soliq, bitta dona qo'chqor bo'lyaptimi qo'chqor. endi shunda? Ha. Mana biz qo'chqorga ko'k kraskadagi obunachilar dumbalarni qarang, chiroyli. Yunglarini qarang, haqiqiy yaltiroq sim yunglardan ekan, ha? Xudo xolasa bular. Obunachilar olib tashlab qo'ying mana. Bularni bir olsangiz, narga sariq ko'mlarni olsangiz, narglar qo'chqor shunda. Uchalasi qo'chqor, ko'k, tillarang. Qo'yavering ularni ham mana buni qarang. Jonivorlarni, dumbalarni qarang. Haqiqiy chiroyli narsalar ekan. Buni qarang. Svetlari ham zo'r ekan hammasini. Hop, bu yerda soni 7 dona ekan, ha? Ha, 7 dona. Buni narxi. Bu ham 3-partiya ham pulda ketaveradi 39 da. Sizniki doim shu partiya pasaymas ekan-da. Bo'ldi 100 mingdan kam beribsan 38 da. 3,5 dan berishadi Nurmuhammad. Yo'q, Zafar aka undan to'g'ri kelmayapti-yu. Danga 3,5 milliondan berishadi. Bozorda ham yo'q bu qo'ylar. Bo'ladi endi sizda bor ekan, gap yo'q mana, barakasini bersin. Bunga o'sha 38 dan berishsin. 3 million 500 ming so'mdan. Bo'pti, bunday qilamiz. 3 million 600 mingdan berishadi. Bo'ldi, boshqa gap sig'maydi. 100 mingdan o'tib beraman. Qanchadan bo'ladi unda? 37 dan. 36 dan boshqa gap sig'maydi. Bo'ldi. 37 dan Bo'ldi. berishingizni obunachilar biladi. 3 million 600 mingdan bo'ldi, bor aka. Bo'ldi, bor aka. Bor Direktni aka. bosishadi. Obunachilar mana bularni tashlab qo'ying. Lekin chiroyli narsa. Soni 7 dona, 4 ta qo'chqor, 3 ta urg'ochi bo'lyapti. Kashtanlarni 3 dona mana mana chekkiga o'tdi. Qizil kraskadagilar mana shular urg'ochisi ekan. Olib tashlab qo'yingda xolosa 3 million 600 ming so'mdan dastlabkasini qilib berasizmi Muhammad bularga? Dastlabkasi bor Toshkentgacha. Mana dastlabkasini ham qilib beraklar mana. Olib tashlab qo'ying. Yoqqanini kelishib sodalash olaverasizlar. 3 million 600 ming Buni so'mdan. tanlab olishga 100 ming pilyusi bor. 100 ming plyus bo'ladi shunda. Optimalista yutishadi. 36 dan ketaveradi. 3 million 600 ming olib tashlab qo'ying obunachilar. Lekin yaxshi narsa. Bu qaranglar. Hamma yo'g'i kelishgan chiroyli. Bir hafta bir xunuk qo'y chiqqan yo'q hali bu nimada. Do'stlaring ko'rib, bittadan baho berib, like bosib turaverasizlar yoqqan qo'yga. Niyat qildim deb like bosib tursalaring, xudo xolasa yaxshi bo'laveradi obunachilar. Keyingi partiyani olib chiqaylik bo'lmasam. Obunachilar, mana qaranglar. Yuzlariga ahamiyat bering obunachilar, mana yungilari haqiqiy o'zi tulay degan tozasidan yetib kelibdi, Nurmuhammad. Sim yungida. Qarang, obunachilar. Quloqlarini qarang, mana basharali yuzlarini qarang, chiroyligini. Buni to'shlarini qarang. Haqiqiy o'zi to'kiladiganidan zo'rdan ekan. Dumbalari qanaqa bularni? Bu ko'rsatinglar obunachilar, qiziqtirmanglar buni. Hamma yo'g'i kelishganmiz, Zapparaga qo'yiladi. Urg'ochisi ekan Bu bu. urg'ochi. Bunisi qo'chqor. Buni qo'chqorni ham dumbasini ko'ringlar obunachilar. Haqiqiy chiroyli ekan, zo'r ekan. Xudo xolasa buni bo'yvaslari qanaqa? Buni bo'yvaslarini bir o'lchab qo'yaylik. Endi uzoqdan turib olishadi yerdan mana tepaga. Mana yerdan necha chiqsa o'shanga pulsini esa nargisiga bitinglar. Qo'chqor ekan-a? Mana. Qo'chqor ham xudo xolasa yaxshi ekan. Qo'ylar qo'yib yuboringlarchi 150 chi. Qarang, stoykalarga ahamiyat bering, qo'ylar qarang. Chiroyli deydi. Nurmuhammad, Tozalaridan-da. xudo xolasa Yiltir yaxshi. gullaridan. O'sha yungi ham o'zi tulaydigan zo'rdan ekan mana. Uzunligini qarang, lekin uzun narsalar. Olib tashlab qo'ying obunachilar. Buni narxi qancha bo'ladi endi Nurmuhammad? Buni ham cho'zmaylik to'g'risi. Bularni hammasini yedisizlar yaxshi. Hammasiga bir hafta. Telefonda ham haligilarni aytamiz, qolgan ma'lumotlarini. Qolgan ma'lumot telefonda ham aytilaveradi. Narxi Buni narxi 9 million Zaparaga. 9 million, undan 10 million deb qo'yaga. Yo'q, 9 million. Obunachilarimizga. 8 million berishadi. Yo'q, Zaparaga 100 mingni o'tib beraman. Nurmuhammad qancha or bo'ladigan narxni gapirib qo'yangizni tortishib o'tirmaylik, to'g'risi-da. 100 mingdan shuni o'tib berdingiz bo'pti mana. Bo'pti, 100 mingdan yana o'tib beraman. Qanchadan bo'ladi unda? 9 million 8 million 800 bo'ladi. 8 million 600 ming bo'ladi, yana 100 ming o'tib beraman deyapsiz-ku. Ha, bu 8 million 600 mingga ketaveradi. 8,5 million qilamiz shuni. Obunachilar bir maza qilsin, olib xursand bo'lib baqsin. Zaparaga biz taraf ham bo'laver. Olgan odam ozgina bahra olsin, sizdan olgan odam. Xursand bo'ling. Ha, bo'ldi. Siz nima Bor qilasiz baraka. endi? Obunachilar Obunachilar tarafiga olib tashlab qo'ying.
8 million 500 ming so'mga bitta qo'chqor, bitta Bir dona soliq tovuq. urg'ochsida mana. Olib tashlang. Yungilari ham shu o'zi tulay deganidan stoykalarni qarang. Yaxshilab e'tibor bilan qarang buni stoykalariga obunachilar. Turishni ko'ryapsizmi? Bu qarang. Haqiqiy zo'r narsa, chiroyli. Hoji aka bitta like bosib qo'ying mana shularga. Buni qarang turishini. Haqiqiy chiroyli. 8,5 million so'mga dastavkasi ichida ketaveradi bular, ha? Ha. Hozir kashtan variantlarida mana. Buni qarang, uzunligini. Haqiqiy zo'r lekin. Ketingi partiyalarimizga da xolasa 7,5 paxtada ekib qo'y chiqarib beraman. Ekazak. Ha, ekazak. Bo'ldi, olib chiqinglar bo'lmasa. Obunachilar mana qarang. Haqiqiy bir xil standart chiroyli narsa ekan Muhammad bular. Ekazak, dada baraga bir xil. Ikkalasi egiz-a bular. Ha, biri qo'chqor, biri sovli. Marazizlarni ko'ring. Bir xilda jonivorlar. Xudo xolasa bular narxi ham yengil bo'ladimi? Bular narxi o'ta yengil bo'ladi. Shunda bitta qo'chqor, bitta sovli Ha, bo'lyapti. bitta qo'chqor, bitta sovli. Nech pul narxi? Dangal gapiring. 7,5. Ketaveradi. Oxirgi partiyaga. Ha, Dangal oxirgi yo partiya. menga qarang, buni arzon qilib bering. Oxirgi partiyaga juda ko'pchilik ko'rishadi-da, oxirigacha qiziqishadi keyin. Bo'ldi, aytdim-ku 7,5 paxtada deb. 7 million 400 ming verirsin, 100 ketaveradi. million bo'ladigan bo'lsa nima qilasiz? 7 ni bas qo'yib beraman dedi Nur Muhammad. Bo'ldi, 200 ming berishsin. 7 million berishadi, bir so'm qo'shishmaydi. Yo, zaparaga to'g'ri kelmaydi. Bo'ldi, bor aka. Yo, 7 millionga bor aka. yo zaparaga to'g'ri kelmaydi aka. Qanchaga to'g'ri keladi? Oxir bo'ladiganini gapirib qo'yaman. Oxiri bo'ladi, ya'ni 72 ga ketaveradi bir joyga. Buni o'rtada qilamiz. 71 ga dastavkasini qilib berasiz. 7 million 100 ming so'mga bor aka. Obunachilar aka. xursand bo'lsin. Qo'ydi qo'yib yuboring, Sardorbek. Bu qarang qo'ydi. Haqiqiy chiroyli bo'ladigan narsa. Ikkalasi egiz-a shunda. Ha, ekiz. Bitta qo'ydi bolasi ekan. Obunachilar olib tashlab qo'ying. Buni qarang. Yurish tushlari haqiqiy bir xil. Hasanboy Fotima bo'ladimi shunda? Mana. Chiroyli narsalar. Obunachilar O'zlari qo'yib olishadi otini. olib tashlang obunachilar. Xudo xolasa tashlang egizlarga ulgurib qoling. Xudo xolasa chiroyli narsalar. 7 million 100 ming so'mga ketaverar ekan. Bizni videoni hatto kamchilar bo'lsa, oldindan uzr, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Obunachilar hammalaringni chorvalarga Alloh taolo baraka bersin.